Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Summa ma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullahi va barakatuh. Alaykum assalom. Bugungi mavzumiz o'zi aniq edi. Mana bu bizni Markaziy Osiyoga tashqi kuchlarni olib kirgan, bizni qadriyatlarimizga zid bo'lgan mana bunday bir holatlar haqida suhbat qilmoqchi edik. Lekin mana bu yaqinda kelib tushgan xabar, mana bu Istanbulda istiqomat qiladigan sobiq o'zbekistonlik imom Fazliddin Parpiyevni hozir mana bu deportatsiya bo'limiga olib ketilganligi va ba'zi xabarlarga ko'ra hozir aeroportga olib ketdi degan xabarlar bor. Mana shu haqida ham ozgina gaplashib, asosiy mavzumizni gaplashishdan oldin shu masalaga ham bir o'z munosabatimizni bildirsa yaxshi bo'lsa kerak. Akamizni Alloh taolo o'zi akamizga ofiyat bersin. Amin. Alloh dushmanlarini zulmidan, yomonliklaridan, har xil yomonliklardan saqlasin. O'zi subhanalloh oxirgi payt, ya'ni Turkiyada ham omonlik yo'q bo'lib qoldi. Bizni o'z yurtlardan bo'lgan haqni gapirgan odamlarga. Ya'ni undan oldin Mubashshir Ahmad ustoz ham shunaqa bo'lib deport bo'lgan. Hozir qamoq, necha yildir qamoq berishdi Alloh alam O'zbekistonda. Keyin hozir bu ustozni ham Fazliddin akani ham deport qilishmoqchi. Endi ya'ni shunaqa gaplar bor. Bu narsa ko'rsatadiki, ya'ni O'zbekiston Karimov diktaturasi ketgan bo'lsa ham yangi nizom, ya'ni yangi rejim hali ham shu o'zini zulmlariga qarshi, nohaqliklarga qarshi gapirgan odamlarni orqasidan ovni davom ettiryapti. Ya'ni dunyoni qayerga qo'li yetib borsa shu yerga harakat qilyapti. Ya'ni Turkiya oldin omonlik bor edi, chunki Karimov rejimi bilan aloqasi yaxshi emas edi Turkiyani va Turkiya bilan O'zbekistonda ya'ni nimasi yo'q edi. Kelishuvi yo'q edi. Shu nima tuzumlarini kelishuvi yo'q edi. Hozir endi biz hammamiz bilamiz, Turkiy davlatlari yaqinlashish orqali shu Turkiy sammit, Alloh alam shular orqali ya'ni kelishuvlar bo'lgan, shunaqa talab qilingan odamlarni qaytariladi. Hatto ya'ni Fazliddin aka Turkiyani fuqaroligini olgandi. Lekin shu fuqaroligini ibtol qilishib nima qilishyapti? Ya'ni subhanalloh, Alloh taolo o'zi ofiyat bersin. Hamma masalan dunyoni har yerida hozir o'zbekistonlik bo'lgan, ya'ni o'zbek zabon, o'zbek nimalar ko'p. Ya'ni bir nima desa bo'ladi, bir muxolifat desa bo'ladi yoki haq, ya'ni o'zimizni xalqimizga yaxshilik bo'lsin, shu tizimda bo'lsin, ya'ni hukumatda bo'lsin yoki nimadagi shu xalq ichidagi munkarlarni qaytarish uchun gapiradigan odamlarning orqasidan ya'ni olib ketyapti. Shunga Alloh taolodan ya'ni ofiyat so'rab qolamiz birodarlarga. Ya'ni keyin iloji boricha ya'ni omonroq joyga hijrat qilishga targ'ib qilib qolamiz. Ya'ni bu bunaqa holatda ya'ni boshqa iloji ham yo'q. Avvalambor Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga to'g'ri salovatlar bo'lsin. Haqiqatda aytib o'tganinglardek, ustozlarimizni birin-ketin hujumlar bo'lyapti, ming afsuski oxirgi vaqtlarda. Bizni xalqimiz subhanalloh, ming afsuski o'tgangi suhbatlarimizda ham bu haqida gaplashgandik. O'z qahramonlarini o'z vaqtida hech qachon qadriga yetmas ekan. Tarixda bizni ota-bobolarimiz bosqinchi rusga qarshi opa-singillarimizni nomuslarini himoya qilganlar bosmachi bo'lgan edi. Endi bugungi kunga kelib ular oqlandi. Endi oqlangan ularga nima naf? Avvalo Alloh taolo beradi ularga ajrlarini. Shunga o'xshab bugungi kundagi qahramonlarimizni, bugungi kundagi islom ummatini o'ylaydigan, millatni o'ylaydigan mana bunday shaxslarni biz ham albatta unutmasligimiz kerak va bu kishilar haqida har doim bosh qotirishimiz kerak. Chunki bu kishilar butun millat, butun islom ummat haqida bosh qotirayotgan kishilar. Subhanalloh, undan oldingi bu birodarimiz aytib o'tgan Mubashshir Ahmad ustozimiz va Fazliddin aka Parpiyev va boshqa ahli ilmlar bo'lsin, barchalari shu aytib o'tganingizdek Karimov tuzumidan keyin yangi nimalar bo'ldi-ku, mana shu yangi kelgan hukumatni ko'p va'dalariga ko'p dindorlar ishonib qoldi.
lekin bu oxirgi ustozlarimiz unday narsalarga malomatchini malomatiga qaramasdan juda ham chiroyli xizmatlarni qilyotgandi. Bu har tomonlama mana bunday siquvga olib bu kishilarni yo'llarini to'syapti. Alloh taolo o'zi ofiyat bersin. Va bugungi kundagi shu islomiy blok yurgizayotgan birodarlardan iltimos qilib qolardikki, mana bu ustozlarni bir sira eslab o'tib, ummatga eslatib, qo'limizdan nima kelsa u kishilarni zolimni zulmidan himoya qilishga harakat qilishimiz kerak inshaalloh. Albatta, o'z aytmoqchi bugun mana bu haqni gapirgan yoki bu zolimlarning zulmini gapirib chiqadigan insonlar uchun yer yuzida bir omonlik yer qolmadi. Oldinlari o'zbek auditoriyaga shu narsani bir tushuntirishlikka harakat qilardiki, birodarlar, biz jihod maydonidamiz. Bular shuning uchun bizni, misol uchun bizni yomon ko'rib, bizni qidiruvga berib, bizga o'xshaganlarni qamashlikka harakat qilyapti. Faqat mana shu terrorchilarni yoki faqat mana shu Suriyaga borganlarni mana shunaqa deb tushunmanglar. Bularga haqni gapiradigan, bularni o'zingda isloh qil, mana bu sohangda isloh qil deydigan har qanday toifa, har qanday shaxsga qarshi kurashadi bular desak, xalq tushunmasdi. Lekin bular bugungi kunda mana bunday Markaziy Osiyodagi zolimlarni zulmlari mana shunaqa bo'lib turgandan keyin alhamdulillah xalq o'zi ham tushunib boryapti. O'zi aytgandek Mubashshir Ahmad bo'lsin, mana misol uchun har doim bizga qarshi yoki bir haq ahliga qarshi mana shu insonlarning so'zlar olib kelinardi. Mana Mubashshir domlani qara, unaqa deyapti, senga qarshi degan narsalarni olib kelardi. Va bir kunmas bir kun mana keldi u inson ham hattoki Suriya haqida, Suriyaning yangi hukumati haqida va bu yerda bo'layotgan islohotlar haqida ijobiy gap gapirishni boshladi. Va O'zbekistondagi ba'zi bir dinga qarshi kurashuvlarni gapirishni boshladi. U insonga ham tezlik bilan chora ko'rildi va mana hozir Turkiyada bo'lishligiga qaramasdan va bu o'zbek zamonlarining ichidagi eng Falastinga targ'ib, Falastin muammosini o'zbeklarga unuttirmagan, ularni boricha ochiqlab bergan va mana bu butun jahon ulamolar tashkiloti bayonotlarini ham o'zbek tiliga to'laligicha tarjima qilib islom ummatiga, o'zbek zamon islom ummatiga haqni yetkazib turgan inson edi va mana bu bosimlar ostida u insonni ham nima qildi? Turkiya menga berib yubordi, O'zbekistonga berib. Va men xuddi shunday mana mayli u Falastin haqida gapiribdi ekan deylik. Shuning uchun berib yubordi, Isroil bosimi degan narsani gapiradigan bo'lsak ham bugun Fazliddin Parpiyev O'zbekistondagi hukumatni misol uchun takfir qilmagan, to'g'rimi? Takfirchi emas edi misol uchun ularning tilini aytadigan bo'lsak. Yoki o'zbek misol uchun prezidentini, O'zbekiston prezidentini almashing, siz keting yoki o'rningizga bir islomiy xilofat qo'yaylik degan inson ham emas edi. U faqat aytib turgan narsalar, dinga qarshi nima qilasizlar, kurashib. Imomlar, bolalar nima qilasizlar, masjiddan qaytarib. Ichki ishlar xodimlari Allohdan qo'rqish, bir muallimi soni o'rgatgan insonni ham shunchalik qamyasanmi, unaqa zulm qilasanmi degan inson edi xolos. Islohotlarga chaqirgan. U juda katta narsa talab qilmagan edi. Ya'ni birodarlar tushunishi mumkin-da. Qachonki hukumatni ag'darishlik uchun yoki hukumatni o'rniga boshqa hukumat olib kelishlik uchun yoki bir islomiy xilofat quramiz desak, bizga tahdid bo'ladi deb o'yladi. Yo'q, unday emas. Siz ozgina unaqa qilma, bunday qil deydigan inson bo'lsangiz ham sizni olib kirib qamashlikka ular nima deydi, iroda qiladi. Va bu yechim emas. Bu tarixdan mana bu narsa kelinyapti. Haqni gapirganlarning orqasidan quvishaversa, bu yechim bo'lmaydi. Eng yaxshi yechim o'zini isloh qilishlik kerak. Va o'zini hukumatini, misol uchun Mirziyoyev bo'lsin, boshqasi bo'lsin, qo'l ostida Alloh subhanahu va taolo unga katta bir xalqni berib qo'ydi. Endi ularni qanday bir adolat bilan boshqarishlik bular o'zlarining qo'lida. Qiyomatda Alloh subhanahu va taolo ulardan so'raydi. Va ya'ni kim endi eshitib turgan bo'lsa ham, o'sha zolimlardan qaysi biri bo'lsa ham, insonlarni mehrini yoki haqiqatdan muhabbatini qozonadigan inson birinchi Alloh taoloni rozi qiladi. Va Alloh taolo keyin bandasi ham hammasini rozi qiladi. Qaysi davlatlarning bosimlari yoki boshqa davlatlardan qo'rqishlik bilan o'z xalqiga zulm qilganlik va o'z xalqini bunday nima deydi, og'ir bir rejimda ushlab kelishlik hech qachon yechim bermaydi, balki bu ertaga yoqadigan bo'lsa, o'zingning uyingga yoqadi. To'g'ri. Endi Alloh taolo ofiyat bersin ustozga, shuni so'rab qolamiz, ya'ni duo qilib qolamiz hammanglar, ya'ni endi qo'limizdan keladigan narsa shu hozir. Agar Turkiyadagi odamlar bo'ladigan bo'lsa, boshqalar bo'lsa, balki boshqa bir choralarni ko'rsa, ya'ni hali vaqt bordir inshaalloh. Albatta. Alloh taolo yordam bersin. Amin. Har qanday rejim boshida kelar ekan osmono'par va'dalarni beradi-da. Masalan,
Karimov davrida ustozlarni eslab o'tadigan bo'lsak, ochiqdan ochiq ustoz Rafi qorini shahid qilgan. Ustoz Abdulloh Buxoriyni Turkiyada shahid qilgan. Ya'ni zolimlar bizni xalqlar shu nima deydi, endi barchasi emas, hozirgi kunda alhamdulillah ko'pchiligini ko'z ochilib qoldi. Hali ham tushunib yetmaganlar ko'pda. Ya'ni boshida osmon o'par va'dalarni beradi-da, keyin hokimiyatni qo'lga olgandan keyin mustahkamlab olib, o'sha sistema, o'sha bosim, o'sha jallodlik, o'sha musulmonlarga va islomga qarshi kurashda davom etaveradi. Alloh musta'an. Endi aytib o'tganingizdek, qani endi imkoniyatlar bo'lsa, Turkiyada imkoniyatlari bor insonlar mana shu narsani ortidan tushib, ozmi ko'pmi mana shu birodarlarimizga yordamlari tegsa, Alloh taolo ajrlarini bersin va umid qilib qolamiz mana shu narsani bir ortidan tushib, ozmoz bo'lsa ham qo'llaridan kelgan yordamlarni ayashmasa. Albatta, mana bu holatlarni o'zi aytmoqchi eng katta sabablardan bittasi, albatta sababchi emas, sabablardan bittasi xalqimizni mana bunday o'zlarini qahramonlariga bee'tibor bo'lishligi. Ya'ni zolimlarni qo'liga oddiy tashab qo'yishligi, ular olib kelib qamoqxonada xohlaganini qilishliklari. Albatta bu juda ham bir fojiali holat, chunki o'zini xalqini, o'zini millatini, o'zini qadriyatlarini o'ylagan insonlar, podshohlar bunaqa qilyapsizlar, bu ishlar noto'g'ri deydigan inson albatta bu xalqni qahramoni hisoblanadi. Lekin bunaqa gapirgandan keyin xalq buni qo'llab-quvvatlamasa, kuch bilan yordam bermasa, oldida turmaydigan bo'lsa, har kim, ya'ni hatto zolimlar ham o'zini bilganini qiladi. Va ya'ni mana bu bugungi mavzumizga aloqadorligi shundaki, albatta xalqimizni bu holatga tushirganligi, ya'ni mana shu holatga kelishligining asosiy sababi bizga yot qadriyatlar, yot nima deydi, bizni qadriyatlarimizga yot bo'lgan bir tushunchalarni kirib kelishligi. Va mana xosatan mana bu yilning oxirida turibmiz, 31-dekabr misol uchun yangi yilni butun ommaviy bir bo'lib nima deydi, kutib olinishligi, boshqa islom, holbuki bu narsani boshqa islom o'lkalarida yo'q edi. Hattoki Turkiyada bu narsa o'ta og'ir darajadagi johil turklar bo'lsa ham bu narsani yangi yilni qutlab olmaydi. Xosatan mana shu bizni diyorlarga bu narsa nima deydi, xoslanib qolgan bugungi kunda. Va mana bu narsalarni ham yetarlicha ta'siri bor deb o'ylayman. Aytib o'tganingizdek, bugungi mavzuyimiz asosan bularni tili bilan aytganda yangi yil haqida bo'ladi. Yangi yil bu subhanalloh, bu shunday narsaki, bir qo'pol tarzda boshlayman. Bizni yaratgan Robbimiz, Robbil alaminni farzandi bor va farzandini tug'ilgan kuni deb Allohga shunday katta tuhmatni bayram qiladi shu g'ayri dinlar. Lekin ming afsuski musulmonlar mana shu narsaga qo'shilyapti. Bu Allohga bo'lgan katta tuhmat. Ya'ni bu narsani tushunib yetsa musulmon o'laroq insonga bu juda ham katta bir nimada, masalan aytaylik, bittasi onasi valadi zino bilan nima qildida, qo'pol qilib aytganda, o'sha kunda go'yoki tantanalayapti. Ya'ni bo'lib ham bu Robbil alaminga bo'layotgan katta tuhmat va shu kunda qanday qilib inson bayram qilishi mumkin? Nasoralar shunday qiladi. Iso alayhisalomni Allohning o'g'li deydi. U Rojdestvo-ku. 24-25. Bu yil oxiri bayrami deb kutishadi, lekin baribir bu ham o'shada xristian diniga aloqador bo'lgan. Yo'q, o'zi yangi yil xristian diniga aloqasi yo'q. Yangi yil xristian diniga aloqasi yo'q. U bizga shuna endi ko'rsatiladi, lekin o'zi diniy nima emas. Ya'ni xristian dininiki emas. O'zi bu eski shu haligi butparast dinlardan chiqqan ekan, Bobilda paydo bo'lgan ekan. Nima? Ya'ni Iso alayhisalom tug'ilishidan ham oldin paydo bo'lgan. Ya'ni shu bilsanglar, har xil millatlar har xil vaqtda, ya'ni yangi yil qilib kutishgan. Masalan, Xitoyliklarniki shu fevralda boshlanadi. Ularga ham oyli nimada kalendar. Keyin masalan eski forslarni ham qaraydigan bo'lsangiz, Navro'z martda yangi kun deganimi? Yangi nima? Ularning yili shunaqa, ya'ni ular keyin quyoshdan nima qilishadi, kalendar. Ya'ni xristianlarki 25-kun shu Iso alayhisalom tug'ilgan deyshadi. Shunday, men yetkazmoqchi bo'lgan narsam, ommaviy boshqa bayramlar bor-ku, Navro'z deymiz, boshqa, ular unchalik mashhur bo'lmaganda, imini yangi yilni shunga to'g'irlashadi. Ya'ni ommalashib ketgan g'arbiy, ya'ni g'arbiy bir nima bayram. Asrimiz fojiasi desak bo'laveradi. Bizning asrda juda ham bir rivojlanib ketgan bir muammolardan biri. Shunaqa, o'zi Rum imperatori nima qilgan ekanda? Buni yaqin davlat dini qilgan ekan. Shunday. Shu Rum nimasi, Julius Sezarmi shu qilgan ekan. Ya'ni davlat bayrami qilib, hamma nishonlash nima bo'lgan. Boshida o'zi bu nima Iso alayhisalomning nimalari
ya'ni xristianlar, endi xristian desam, shular qarshi bo'lgan ekan bu nimaga, xristianlar nima qilishiga. Keyin endi Rum imperiyasi xristianlikni qabul qilgan. O'ziga din qilib qabul qilib, o'zgartirib turib, siz eski dini bilan aralashtirib, ya'ni bu boshqaruvga yaxshi ekan bu din deb turib, o'zi davlat dini qilib qabul qiladi xristian nimasini. Shunda yangi yilda ham xristian nimalarga o'xshatib nima qilib tarqatishni boshlagan. Ya'ni nima bo'lgan holatda ham orqasi, ya'ni backgroundi buni shirkiy nima, shu bobillarni bitta xudosini nimasi, ya'ni u bayramida ham juda yomon narsalar qilingan ekanda, fahshlar masalan, keyin odam nima keltirilishi, zabh qilinishi, boshqa narsa, shunaqa, ya'ni shu o'zi xudosiga nima qilish uchun, ya'ni qon keltirish, shunaqa narsalar bo'lgan ekan. Keyin sekin aralashib ketgan. Keyin shu g'arbiy imperiyalar, ya'ni boshqargan o'lkalarga juda qattiq kirib kelgan. Ya'ni qaysi davlatlar bu? Bu tarafdan g'arb desak, masalan, Angliya, Fransiyalar boshqargan shu arab davlatlari, ya'ni musulmon davlatlariga shunaqa kirib kelgan, Mag'riblarga yoki bu Shom diyorlariga shunaqa qilib kirib kelgan ekan. Yangi bizni diyorlarga esa SSR tarafdan kelib, ular endi agar mana shu SSR paytdan o'zi bilasiz, dinga qarshi bo'lgan SSR, lekin yangi yilda hamma nima qilish kerak, nishonlash kerak. Rojdestvo mumkin emas bo'lsa ham, boshqa bayramlar mumkin emas bo'lsa ham, lekin yangi yil qilish shart. Ya'ni shunaqa. Men hozir yangi yil haqida Wikipediyada o'qib qoldim. Mana yangi yil eski yil tug'ilgandan keyin boshlanadigan navbatdagi yil. Xullas, uni kelib chiqishligini aytib beryapti. Yilning boshlanishi 1-yanvar sifatida miloddan avvalgi 46-yilda Rim hukmdori Yuliy Sezar tomonidan o'rnatilgan. Qadimgi Rimda bu kun Janus, tanlov, eshiklar va barcha boshlanishlar xudosiga bag'ishlangan. Yanvar o'z nomini 200 bilan tasvirlangan xudo deydi. Xudo, ya'ni tarafiga sharafiga oid deyapti. Ya'ni bu haqida men bir ma'lumot o'qigan edim. Ya'ni 200lik qilib nima qilishligiga sabab, uni xudosini 200lik qilib tasvirlashiga sabab eski nimadan yangi nimaga o'tyapmiz degan nimada ikki tarafga qaraganda. Endi o'zi umumiy olib qarasak, u Navro'z bo'ladimi, yangi yil bo'ladimi va hattoki misol uchun yaqinda bir ahlidan birodarimizdan eshitib qolgan edim, hattoki dinimizdan deb turib kirib keladigan har xil bid'atlar ham xalqni nimasiga ta'sir qiladi. Misol uchun zaif hadislar masalasida qaraydigan bo'lsangiz, ya'ni bir tushuntirishni aytib o'tib ketyapman. Zaif hadislarda nima uchun butun ulamolar qarshi chiqadi bu narsaga? Qidiradi, topadi. Nimaga desangiz, iymoni zaif bir odam zaif hadislarda ham ko'rsangiz, oyoq osmondan yotibdi, bunaqa qilsang bunaqa bo'ladi, bunaqa qilsang bunaqa bo'ladi, bu duoni buncha o'qisang bunaqa bo'ladi degan narsani gapiradimi? U bitta iymon zaif odam kelib o'shani qiladi, qilmagandan keyin o'xshamadi. Demak, bu din yolg'on ekan degan narsa bilan inson fasodga kiradi. Endi bu dinimizga umuman aloqasi bo'lmagan narsalar bilan batari qiladi. Ya'ni bu holatlarda kelib chiqishligini men o'ylagan asosiy narsa o'sha siz aytmoqchi, birinchi tashqi davlatlar, bizni bosib olgan davlatlarning ta'siri, misol uchun bizni bir paytlar Rus imperatorligi, keyin SSRda nimasida qolib ketdik, nima deydi, ichida va bizni bobolarimiz, avlodlarimiz, ya'ni dadalarimiz ham, bobolarimiz ham o'shalarning tarbiyasi bilan katta bo'lib, bizga o'zlari nima o'rgangan bo'lsa, o'shani o'rgatganda, endi illo shu dinini olib qochgan ba'zi bir oilalar bo'lgan, lekin boshqalarga qaragan bo'lsangiz, ko'pi bu yangi yil kutib olishlik yoki bunaqa narsalarga oddiy qaragan. Va ikkinchi narsa, davlat rahbarlarini, misol uchun Usmoniylar imperiyasi nima uchun quladi desa, ular o'z kadrlarini Yevropada tarbiyaladi. Yevropada harbiy sohada o'qitdi, boshqa sohalarda o'qitdi va ular o'qib turib u yerda josus bo'lib kelmadi. Ularning dunyoqarashi yevropalashib keldi. Keldida, misol uchun Yevropada yarim yalang'och yuradigan ayollarni ko'rdi, nimaga bizda ayollarga zulm bo'lishlik kerak? Misol uchun Mustafa Otaturk mana shunday inson bo'lgan. Ba'zi insonlar josus deydi, u josus emas, u johil bo'lgan. Unga dinni qizig'i yo'q bo'lgan. Nima uchun Yevropa shunday tarbiyalangan? Va xuddi bizni kundagi rahbariyatlar ham Yevropada ba'zilar bolalar hozirgacha o'qiydi. O'zlari ham kommunizmda katta bo'lgan va Moskvada o'qigan, boshqa joyda o'qib kelgan misol uchun. Bu narsalar ularning dunyo qarashi o'sha yerda o'zgardi. Bular islomiy ruhda katta bo'lmadi va o'zini tabiatini ham nimaga kelib, nima deydi?
o'zini qo'l ostidagi xalqiga ham nima qiladi, singdirishlik harakatini qiladi. Nima uchun? Chunki u islomni tushunmaydi. U misol uchun hozir imom bo'lib 2 rakat namoz o'qib bering desangiz, o'qib bera olmaydigan odamlarda. Endi unda qanday kelib u islomni tatbiq qilsin? O'zini misol uchun o'sha rahnamolari misol uchun bitta insonda tabiat bor. Qaysiki inson kuchlilarga taqlid qiladi. U misol uchun bugungi kunda 2015-2016 yil mujohidlar qarasangiz hammasi Toliboncha kiyingan bo'ladi. Nima uchun? Biz uchun eng nima Tolibon edi, ya'ni mujohidlar ichidagi. Dunyo qarashi yevropalashgan, g'arblashgan insonni qahramonlari ham xuddi shu Rossiyani holati, Yevropani holati, Yevropadagi narsalarni tatbiq qilishga harakat qiladi. Mana shuning uchun ham bunday narsalar kirib kelyapti. Achinarli tarafi shundaki, bu asrimizning fojiasi avval bu darajada bo'lmaganda fahsh munkarga haqiqatda eshik ochadigan kun bo'lib qolgan, go'yoki yoshlikdan bog'cha, maktab, universitet davridan qoniga bolalarni qoniga singdirib yuboryapti-da, natijada qarasangiz Alloh va Rasuli halol qilib bergan Eidul Qurbon, Eidul Adha va hayit bayramlari deymiz o'zimizda. Shu ikkala hayit kuni esa do'ppilarni kiyib qabristonlarga borib motam kuniga aylantirilgan. Bu ataylatdan qilingan din dushmanlari tomonidan kirgizilgan narsaki. Xotira kuni bo'lib qolgan. Go'yoki musulmonlar bir xursandchilik kuni yo'q. G'amgin bo'lib do'ppini kiyib qabrga borish kerak. O'sha bayram kuni. Aslida unaqa emas. Aslida Alloh va Rasuli mana shu kunni biz uchun bayram qilib bergan. Biz bu boshqa din vakillariga o'xshab bir yilda bir eslamaymiz. 8-marta ota-onasini, ayolini eslab gul olib boradi-yu. Biz har doim eslaymiz. Sizlarning eng yaxshilaringiz ahliga yaxshi muomalada bo'lganlari, ahliga yaxshi bo'lganlari deb shu mazmunda Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Va xuddi shu kabi bizdan o'tib ketgan, oldinga o'tib ketgan ota-bobolarimiz, yaqinlarimizni albatta hayit kuni emas, balki har qanday vaqtda qabrlarga borib Nabiy sollallohu alayhi vasallam ibrat olinglar degan, ular haqqiga duo qilishlar. Bu narsani iminni hayit kunga to'g'rilaganda va mana shu narsaga eshik ochib bergan. Mana shu biz tomondagi hukumatlar, O'rta Osiyodagi hukumatlar vaholanki o'sha kunlari bayramga eng haqli bo'lgan kunlar, Alloh va Rasuli belgilab bergan kunlar va yosh bolalar yoshlik chog'idan o'sha dunyo qarashda katta bo'lib, o'sha narsani bayram deb bilish kerak edi. Bizda hozirgi yosh bolalar qarang, ikkala hayit bayramini motam kuni deb eslaydi-da. Men gapingizni esimga kelib qoldi. Endi biz ota uyda katta bo'lganmiz, endi dadam eng kenja bo'lganligi uchun biz shunaqa uyda katta bo'lganmiz. Har hayit bo'lsa shu yuragimiz qilaveradi. Xotinlar keladi, bitta burchakka o'tib yig'ilashdi, ovoz chiqarmasak uyat bo'lar ekan. Hammada bo'lgan bo'lsa kerak. Biz yosh bo'lganligimiz uchun yoqmas edi, lekin hayit kelsa shu mozorga chiqishlik kerak, qabr tozalashlik kerak, o'tlar yurib kelish kerak ekan. O'zi aytmoqchi, haqiqatan yuragimiz siqiladigan holat bo'lgan. Shunday. U yoqda qarasangiz, yangi yil kechasi televizorda yoqsa ham, tort, radioda yoqsa ham bir nimalar qilib, bayramona kayfiyat, nimalar qilib uni otadigani bor. Salutlar qilib, hamma eng zo'r nimani qiladi. Shu to'ydan boshqa eng zo'r nimalarni ham stollarni shu kuni qiladi. Endi yangi yilda hali boshqa kunlari mumkin emas bo'lgan narsalarni ham ota-onasi ruxsat berib bugun bayram ekan deb. Bugun bayram deb. Umrida kechasi chiqarmaydigan bolasini ham borib keladi deydi. Keyin eng birinchi gunohlar ham shu kun bo'ladi. Ko'pincha masalan sinfdoshlar, kursdoshlar qilib shu kuni ham chiqib hamma yuvib keladi. Ya'ni eng fahsh yo'lni ochib beradigan kun. Bizda alkashliklar ham shundan boshlanadi. Narkotik bo'lsin, zino bo'lsin, hamma fahsh. Ya'ni eng yomon narsalar nima bo'lsa, shular shu yangi yil kuni ochib beradi. Shunaqa qilib. Chunki ko'pincha bizni nimalar ham Alloh alam esir paytdan shu narsani ko'rib, ya'ni normal nimaga kirib qolganda u narsa. Va yana misol uchun bugun o'zbek auditoriyada eng ko'p misol uchun endi hammasi emas, lekin asosan bizni ziddimizga haligi ishlab turganlar ham misol uchun senlarda ham borki, mana yangi yil senlarda ham archa bezatiladi, shunaqa narsalarni gapirishadi. Birinchidan birodarlarni qarangda, misol uchun bu yerda Suriya Shom diyori samoviy dinlar vatani hisoblanadi. Ya'ni misol uchun samoviy dinlar degandek xristianlar, yahudiylar va musulmonlar eskidan yashab kelgan bu yerda va bugungi kunda ham hatto misol uchun Damashqda va Homsning ba'zi bir mintaqalarida va Latakiya mintaqalarida nasoralar yashaydi va alaviylar, shialar bor.
va bu yangi yilda nishonlaydigan, archa tikib bayram qiladiganlar mana shu qatlam. Musulmonlardan juda ham oz qism bo'lishi mumkin, lekin davlat miqyosida bu narsa nishonlari, misol uchun Idlibda, Halabda, hamada qo'yib turib butun xalq nishonlagan joy emas. Nima? Ba'zi bir o'sha xristian qatlamlar, alaviy qatlamlar turib u narsani nishonlaydi. Bu narsani bir davlat sifatida bir katta nishonlab, nima deydi, bayram sifatida kutib olinmaydi. Ya'ni bu yerda misol uchun har bir islomiy jamiyat bo'lgandan keyin islomiy jamiyatda hattoki nasorolar bo'lsin, misol uchun boshqa podkastimizda ham aytib o'tdik, hatto nasorolar o'zi vino ichishlik ularda joizmi, cho'chqa yeyishlik joizmi? Ular bemalol o'zini ichida vinoni ishlab chiqarib, o'zini sotib, bir-biriga sotib ichishligi mumkin deydi. Yoki cho'chqani musulmonlar uchun harommi? Harom. Lekin u nasoralarda halolmi? Halol. Ular bemalol o'zi boqib, o'zlari ichida sotib, o'zlari yeyishi mumkin. Bu shunday narsada. Shuning uchun ham ba'zi bir shunday fitnali savollar bo'lib qolsa, ma'lumotlar bo'lib qolsa, inson aldanib qolmaslik kerak. O'sha bosqinchilarning mashhur gaplari bor, bilsanglar, bir millatni yo'q qilishlik uchun uni tarixini, qadriyatini yo'q qilgandan, tilini yo'q qil, o'zi yo'qib ketadi deydi. Birinchi bosib olgandan keyin birinchi bu qilgan ishi nima bo'ldi? Birinchi qilgan ishi ichimizdan birinchi xoinlarni chiqardi. Ikkinchi qilgan ishi ayollarning hijobini yechdi. Va uchinchi qilgan ishi o'zini erkaklarni buzishlik, sekin-sekinlik bilan aroq, armiyaga boradi, armiyada o'rganib keladi nimalarnidir. Madrasaga o'sha paytda madrasalar ham sekin-sekin buzilib ketgan. Ayollarga erkinlik berishligimiz kerak degan narsalar bilan haligi otamdan qolgan dalalarni kinosini ko'rgan bo'lsanglar, haligi 4 ta ayol bo'ladi-da, 4 ta ayoldan bittasi 3 ta bo'lsa kerak, Allohim. Nimaga boradi? O'sha Yevropaga deyman. Nimaga o'qishga boradi? Rossiyaga, Moskvaga borib o'qib qaytib keladi. O'zi hijobli ayol bo'ladi. Qaytib kelgandan keyin bir ayoldan yana bir farzandli bo'lgan bo'ladi. U ayol hukumatga qarshi chiqqan bo'ladimi? Bularda ko'p xotinlikni to'sa olmaymiz baribir degan xati uchun ayol qamalgan bo'ladi. O'sha ayoldan bir farzandi bo'ladi, ya'ni kundoshidan. Kelib turib hali farzandi kelmaydi. Shu darajada o'zgarib ketadiki, bu vatan xoinini bolasi bu deydi-da, buni tashlashimiz kerak deydi. Hijoblik bir juda ham bir haligi yaxshi ayol bo'ladi, borib turib shuni bir kunda, ya'ni necha bir yil davomida buzilib keladi. Ya'ni kirdida bizni ayollarni buzdi. Nimaga desangiz, davlatning asosi bu ayollar. Chunki ayollar bolasini tarbiya qiladi. Ayollar bu eri bilan doim yashaydigan bir nima deydi, bir shaxs hisoblanadi va mana bu narsani ayollarni buzish orqali bizning millatlar buzildi-da. Va bugungi kunda ham qaraydigan bo'lsangiz, ota-onalar bugun o'tganda nimani ko'rib qoldim, Hasanxon qori adashmasam, masjidda qilgan da'vatini eshitib qoldim. Juda ham zo'r gapirganda, aytganki, nimaga bizdan oldingidaqa Buxoriydaqa, Termiziydaqa, Ulug'bekdaqa katta olimlar, astronomlar, matematiklar chiqmayapti desanglar, ularni tarbiya qiladigan onalar yo'q bugun deyapti-da. Va ya'ni bu narsa buni o'zi natija. Hamma narsani ildizi bugungi kunda bu tog'utlar ham emas, zolimlar ham emas. Asosiy narsa biz o'zimizni xalqqa qaytadigan narsa. Agar xalq o'zini bugun xalqimiz o'zini nima deydi, isloh qiladigan bo'lsa, ya'ni birinchi kelib biz xalqimizni ayollarni buzdimi? Demak, biz bugungi kunda isloh bo'lishi uchun ayollarga qattiq qarashimiz kerak. Ayollarni diniga, ibodatiga qattiq qarab turib, ularni yaxshi tarbiyalagan bo'lsak, ulardan yetishadigan avlodlar bu kelajakda quradigan avlodlar bo'ladi. Va agarchi misol uchun fasod bir ayol yetishtirgan bola 1000 matematik bo'lsa, 1000 nima bo'lsin, lekin u yetishtirgan farzand ham bir kun kelib Alloh asrasin, nimaga fasodga nima deydi? Moyil bo'ladi. Shunaqa ishlaydigan, shular uchun ishlaydigan inson bo'lib qolishligi mumkin-da. Shuning uchun ham men o'ylayman, mana shu narsalardan yechimlardan bittasi bizni qanday buzgan bo'lsa, biz xuddi shu orqali biz o'zimizni o'rnimizni tiklab ketishligimiz kerak. Shu yerda Hasan qori deb aytdingiz, yaqinda bir yangilikka ko'zim tushdi-da. Hasan qorini da'vatini boshqa odamlarga ulashgan odam jinoiy javobgarlikka tortilibdi. Endi qarang, nega bir qayerdagi tayini yo'q vaynlar, fahsh kinolarni tarqatgan odamlarga jinoiy javobgarlikka tortilmaydi? Nega tungi klublarda bizni yosh bo'lgan millatimizni buzayotgan insonlar, spirtli ichimliklar sotayotgan insonlar mana bunday javobgarlikka tortilmaydi? Ya'ni millatni qayerga qarab olib ketyapti bu yoqdagi tuzumlar? Qimor targ'ibot qilishyapti hozir. Ochiqdan ochiq. Ya'ni fahshga ochiq yo'l bor
bu yoqda diniy narsalarga oddiy layk bosganiga ham 2-3 yil o'sha darsini tarqatgan odam ham bular aytganidek o'zlarini ruxsatnomasini olib turib O'zbekiston ichida da'vatiga ruxsat bor odamlarni shunday qilyapti-da, qarang. Ular ham yozib bergan narsangni chiqib nimada gapiradi, endi bo'ladi. Shu subhanalloh, ya'ni maqsad nima? Maqsad xalqni yo'q qilib yuborishmi? Jamiyatni yomon nima qilib tashlash kerak endi. Shuda masalan ochiq aytadigan bo'lsak, Rossiyadan va Xitoydan men avval eshitardim, terrorizmga qarshi deb 6 oyda birmi, 1 yilda birmi yaxshigina summa kelar ekanda. Unga отчет topshirar ekanda, odamlar mana shu narsalarni qo'zg'ab, tuhmatlar qilib yurib qolmab, mana shuncha odam qamadik, mana shuncha odam topdik. Ana shu kelayotgan o'sha bosqinchi tog'utlar bergan pulni oqlash uchun mana bu kuchuklari mana shu отчетlarni topshirar ekan. Pagonlar olishadi. Ha, Alloh musta'an, ya'ni bu butun boshliq millatingni sotib yuborasanmi? Arzimagan oyligingni. Ochiqdan ochiq Alloh subhanahu va taolo aytgan, o'zlarini dinini arzimagan moli dunyoga sotib yuboradi degan ochiq narsa-da bu. Shunaqaki hozir sotilyapti, masalan, ayollar Dubayga sotishyapti. Shunday. Odam o'zini masalan nima desa bo'ladi? O'zini eng muhim bo'lgan resursi, ya'ni xalqi, to'g'rimi? Eng muhim resurs bu oltin yoki neftdan ham qadrliroq odamni o'zida. Shuni sotyapti-yu, Rusga qul qilib sotyapti, Qozog'istonga qul qilib sotyapti, boshqa davlatlarga qul qilib sotyapti-yu. Xitoyga masalan mayli, odamlar muhim, qadrli bo'lmasa, ya'ni bu hukumatlarga resurslarni sotyapti-yu, bepul, ya'ni shunday sotib tashlayapti. Ya'ni o'zini hozir masalan ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda ham Bashar Asadni oilasi butunlay, ya'ni oilasi bo'lsin, qarindoshlar bo'lsin, tizimdagi yaxshi o'rinda o'tirgan odamlar nima qilishdi? Shuncha yil shu o'marib, bu davlatni boyliklarini o'marishdi, odamlarni o'ldirib, hamma yo'qni qilib oxiri nimaga shunaqa darajada, ya'ni yomon nima qilishgan? Chunki bir kun emas, bir kun ketishini bilganda. Bitta kursi uchun shunday. Ha, bir kun emas, bir kun, ya'ni qochib ketishini bilgan. Shunga tashqaridagi davlatlar banklarga joylagan hamma pullarini. Masalan, hozir Bashar yashayotgan yeri ham hozir oxirgisi masalan nimada Rublyovkada bitta villada yashayapti deb chiqdi. Ya'ni hamma uylarni o'zi sotib olganda, oldindan sotib olgan. Moskva Cityda ham Moskva Cityda ham uylar bor. Endi odamlar bilib olib, uyning tagiga borib muzohatlar qilayotganiga boshqa yoqqa ko'chib ketdi. Endi shuncha o'ziga tayyorlab qo'ygan hamma yo'qdi. Chunki bilishadiki, bunaqa ya'ni odam sezadi-da. Shuncha zulm qilgandan keyin, ya'ni baribir kun emas bir kun qochish kerak bo'ladi. Ya'ni hozirgilar ham shunaqada. Undan oldingisi, masalan, Karimov tuzumdagilar ham xuddi shunaqa bo'lgan. Shuncha yil, ya'ni o'g'irlashgan, boshqa qilgan, zulm qilgan, ezigan o'zini xalqini, keyin o'zini xalqiga ham bir rahm shafqat yo'q. Ya'ni o'zi xalqi deb hisoblamaydi yoki bir haligi bir dini bo'lsa ham, islom dini bo'lsa ham yoki millatchiligi ham bo'lsa ham bunaqa qilmaydi bu odamlar. Shunaqa. Karimov deb aytganingizga bir nima esimga tushib ketdi. Shimoliy Koreyani ko'ramanda, xalqalik prezidenti chiqsa qaltirab, yig'lab kutib oladi-yu. Keyin Karimov o'lganda ham xalqni yig'lab haligi kuzatayotganini ko'rdimda. Keyin nimaga insonning psixologiyasi shunaqa ekan, zulm qilsa ham shunaqa bo'lar ekan deb qiziqdimda. Qiziqsam bir ajib bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Sog'lom ko'chada yurgan hur, ozod odamni bitta maniyak o'g'irlab ketsa, boshida rasa to'polon qilar ekanda, baqir-chaqir qilar ekan, qo'yib yubor deydi, boshqa deydi, qamab qo'ygan. O'sha ochlikda oylar o'tar ekan, o'sha yillar o'tadi-yu. Keyin ozgina ovqat tashlasa seva boshlar ekanda. Ya'ni subhan ming afsuski bizda xalqlar shunga o'xshatamanda. Ya'ni hurriyatini, yer osti usti boyliklarini olib qo'yganda, keyin oylab, yillab, asrlab kerak bo'lsa, o'sha qotgan non tashlasa ham sevib yig'lab qabul qiladigan darajaga borib qolindi-da. Ya'ni bu juda ham bir achinarli narsa. Keyin yana bir nuqtaki, biz mana Yangi yil mavzusini, bularning tili bilan aytganda Yangi yil harom ekanligini va butun musulmonlarga Alloh va Rasuli halol qilib bergan bayramlardan boshqa bayramlar harom ekanligini aytyapmiz. Kimdir aytishi mumkinki, sizlarga nima boshqa deb. Biz bilaylikki, biz Allohning diniga amal qilmasak, Alloh taolo o'zini diniga amal qilguvchilarni chiqarib qo'yadi.
Lekin hech qaysi imperiya yo'qki 1300 yil yer yuzida aksar qismini boshqargan. Faqatgina islom boshqargan. Biz qachonki dinimizga qaytarganmiz, ota-bobolarimiz, sahobalar va salaf solihlar kabi izzatga qaytamiz. Mana shunga bizni millat, umuman islom ummati va bizni oxirgi millat, ya'ni bizni millatning oxirgi holatini ko'rib achingan holatda biz mana shu sharafga, Allohning xizmatchisi bo'lib qolishlikka harakat qilaylik deb qalban achinib aytyapmiz-da bu mavzularda olib chiqyapmiz yani. Ya'ni bugungi kunda misol uchun men hayron qolaman-da. Bugun qaysi bir davlat kuchayishni istasa, haqiqatan armiyasi bo'lsin yoki xalq uni yaxshi ko'rishligini istasa ham, birinchi qiladigan ishi xalqni juda quvvatli bir g'oya bilan nima qiladi? Nima deydi? Oziqlantiradi-da. Misol uchun Rus bugun millatchilikni misol uchun targ'ib qiladi. Nima uchun? Shuning uchun ham Putinni bugun aksar ruslar qo'llab-quvvatlayapti. Ming zolim bo'lsa ham, ming problemasi bo'lsa ham. O'tganda Qobiljon haqida gaplashdik-ku, misol uchun u Qobiljon Putinga Suriyada nechta Qobiljonlar shahid qilib tashladi ular misol uchun. Ustidan kelib bomba tashlab, haligacha balki titilib ketgan ota-onasi ko'shini ko'rmagan nechalagan bolalar bor. Ukrainada bugun nechalagan. U ularga qiziq emas. Chunki xalqni shunaqa bir g'oya bilan g'oyalab qo'yganki, bo'ldi xalq uni haligi ko'taradi. Har bir injiqlikni ko'taradi, har bir jinoyatni ko'taradi va kerak bo'lsa oqlab beradi. Va bugun shu g'oya, ya'ni hamma o'ziga g'oya beradi xalqiga. Shu g'oyani hamma biladiki, islomdan boshqa kuchli g'oya yo'q. Bugun bizni bu yerda jamlagan dinimiz, millatimiz yoki biz yerimiz emasda. Va bu yerda bizni eng elita kuch qilgan ham mana shu narsa. Eng ya'ni maxsus kuch, ya'ni asosiy kuchlardan qilgan ham janglarda bo'lsin, boshqa shu din. Bugun misol uchun Markaziy Osiyoda 99% ya'ni xalq musulmon. Din desang sho'ng'ib ketadi. Ya'ni ozgina bizga erkinlik bersa, biz bir pasda qorilar yetishgan, masjidda odamlar to'lib ketgan, bolalar chiqishni boshlagan. Bu juda ham ajoyib, ya'ni holatda. Mana bu narsadan foydalanib turib, o'zini xalqini islomga targ'ib qilib, o'zi ham mana shunday bir davlat qurishlikka harakat qiladigan bo'lsa, Allohga qasam, Markaziy Osiyo bo'lsin, butun dunyoda boshliq davlat, ya'ni butun dunyoni boshqaradigan davlat yoki bitta katta bir kuchga aylanadi-da. Lekin men o'ylagan narsam siz aytmoqchi, na dini bor, na millatchiligi bor-da. Ya'ni eskidan qaraydigan bo'lsangiz, turkiylar o'zi bugungi kunda ham eng millatchi deb ko'riladigan nimalar bu turkiylar hisoblanadi endi. Ya'ni o'zi millatchi xalq haqiqatan yaxshi ko'radi o'zining millatini. Dinni ham yaxshi ko'radi. Shundan foydalanib kuchli davlat qursa bo'ladi. Lekin bularga bu narsa kerak emas. Nimaga? Tinch shu davlat muddatini yashab olsam, siz aytmoqchi, bu yoqqa pullar yo'llab olsam, vaqt keladi, men davlat zaiflashtiraman, xalqni dindan uzoqlashtiraman, chiqib qochib ketaman degan narsasi bor-da. Nimaga desangiz, ertaga Xitoy xavfi bor bizga. Rus xavfi bor. Xitoy bilan Rus xavfiga turib beradigan avlod bularga kerak emas bugun. Rus bilan Xitoyga bugun Markaziy Osiyoga ta'siri bormi desangiz, ta'siri bor bu davlatlar. Bugun terrorizmga qarshi pul kirgizib turgan davlatlar mana shu davlatlar. Nimaga pul kirgizadi? Terrorizmdan din davlatlarni olib kirib qolmaydi va biz kelganimizgacha tayyorlab turdi. TikTok'lar avlodni kuchaytir. Shunaqa. Piva nimani festivallarni qilib tur, yangi yil mana shunaqa narsalardan xalqni shu narsa bilan ovora qilib qolgan dinini unuttirib yubor va bu xalq ertaga nima biz kelsak ham xuddi shunday katta og'amiz deb yashab yuraveradi. Bizni shu narsaga tayyorlab ber degan g'oya bor xolos bu yerda. Shunaqa. Ya'ni ozgina tafakkur qilsa bu narsani oxiri kelib chiqadi-da. Shunaqa. Keyin subhanalloh, ya'ni o'zimiz ham o'zimiz ya'ni vatandagilarga aytmoqchiman, yo o'zlari masalan hali musulmonman deb turib shunaqa bayramlar, yangi yilga o'xshagan bayramlarni nima qiladigan, nishonlaydiganlar bor. Ya'ni faxsh ishlar ham qoraveradi, bir kun hech narsa bo'lmaydi deb. Yoki o'zi qilmasa ham uydagilari, qarindoshlari, tanishlari, ya'ni oshnalar boshqalar qilishi mumkin. Shularga ya'ni odamlar da'vat qilish kerak. Ya'ni chunki bu narsalar bayramlar masalan oddiy bayram emas, ya'ni dunyoviy bayram emas. Bu diniy bayram, ya'ni aytganimizda ya'ni shirk qilinadigan bayram. Shu shirkiy nimalarda asoslangan bayram. Keyin qancha faxsh qilinadi bu bayramda. Ya'ni keyin biz salaf solihlar ham aytgan. Masalan Umar ibn al-Hattob aytgan ekan radhiyallohu anhu, Allohning dushmanlari bo'lgan, ya'ni shu kofirlarni bayramlari kuni oldiga bormanglar. Ya'ni yoniga bormanglar, chunki
u kunlari Allohning g'azabi tushadi bu odamlarga. Sizlarga tegmasin shu g'azab deganda. Ya'ni har xil holat bo'lishi mumkin. Ya'ni kofirlarning ichida o'lib ketishingiz mumkin, ya'ni boshqa narsa bo'lishi mumkin. Shularni ham o'ylash kerak-da odam. Ha bir kun o'tib ketadi, boshqa deb o'zini aldab nima qilmasdan, ya'ni iloji boricha o'zini va yaqinlarini saqlash kerak bu fahshlardan. Ya'ni ko'pincha aytyapman, yana bir bor aytaman. Ko'p yoshlarga shu bayramlar orqali birinchi fahsh ishi shundan boshlanadi. Bu fahsh ishga bir qadam qo'ygandan keyin ochilib ketaveradi-da. Shunaqa ham bo'lar ekan deb turib ketaveradi. Undan keyin to'xtash qiyin bo'ladi ko'pchilikda. Shu yerda o'zimizni xalqimizga murojaat qilib aytardimki, bizni yo'limizda biz oldimizda ikkita yo'l turibdi. Birinchisi, bilamizki, Sayfiddin Qut rahimahulloh bizni diyorlardan Mo'g'ul tatarlarga qarshi jang qilib qancha qahramonliklar ko'rsatilgan. Jaloliddin Manguberdi yoki Saljuqiylar kelib Vizantiya imperiyasini yiqitib Turkiya davlatiga asos solgan. Usmoniylar, o'shalar davomchisi Usmoniylar qancha asr boshqardi. Yo shu ota-bobolarimizga o'xshab Imom Buxoriy, Imom Termiziylar kabi islomni mahkam ushlab izzatga erishamiz. Ikkinchi yo'l mana shu din dushmanlari tuz bergan yo'lda yuramizda oxir oqibat Alloh ko'rsatmasin Sharqiy Turkistonni bugungi holati boshimizga tushadi. Unsiz hech qanday mazlumligini ham G'azo xalqiday mazlumligini ham ayta olmaydigan holatda shahid bo'lib ketyapti. Farzandlari nima ahvolda Allohu alam. Ya'ni Sharqiy Turkistondagi zulm G'azodan 10-100 barobar ko'p deb bilaman. Nimaga? U yerda unsiz insonlar shahid bo'lyapti. Tiriklayin musulmon opa-singillarimiz zo'rlanyapti. Musulmon aka-ukalarimiz ochiqdan ochiq organlarini tiriklay holatda sug'urib olar ekan va o'sha organni tirik holatda sug'urib olganda tezlik bilan boshqa organga o'tkazsa sog'lom holatda o'tar ekan. Shuning uchun odamni jonini chiqarmasdan sug'urib olib boshqa organga sotar ekan. Ya'ni shu darajada zulmlar bo'lyapti. Ko'zimizni ochaylik, ya'ni millatimiz, O'rta Osiyo xalqlari ertaga kelajakda o'sha Sharqiy Turkiston kabi Xitoy bostirib keladi yo Rus bostirib keladi. Shu unsiz holatda butun boshliq millatlar yo'q bo'lib ketadi. Keyin ya'ni Sharqiy Turkistondagi zulmda ya'ni odamlar o'ldirilishi bor, boshqasi bor. U ham juda ham ya'ni fojiali holat, lekin undan ham battari ularni tiriklar shunday tushunchasini o'zgartirishyapti-da. Shu konslagerlarda o'tirgizib olib kun bo'yi propaganda qildiriladi. Na din, na millat, na hamma yo'qni unutib, shunday xitoylik bo'lib chiqadi-da odamlar. Shunday xitoylik millionlab odamlar shu nimalarda, konslagerlarda. Aytganingizdek bir bloger O'zbekistondan boribdi Xitoyga, Uyg'ur mahallalarida yuryapti, Uyg'ur tilini bilishmaydi. Xitoycha gapirsa, Xitoycha javob qaytaryapti. Yuzidan bilinib turibdiki, Uyg'urning bolasi-da. Lekin Xitoycha javob qaytaryapti va masjidlarni ko'rsatyapti. Namoz vaqtida ochilar ekan, pasportini ko'rsatib chollar kelar ekan faqat. Ya'ni shu darajada bir zulm. U yerda ham Xitoyning prezidentining rasmi turadi. Ha, Alloh musta'an. Subhanalloh. Ya'ni albatta bu narsalar juda ham achinarli holatda. Bizda bugungi kundagi yosh avlodni mana bunaqa bir yengiltak deymizmi, bir umuman bir na dini, na bir qadriyatini, na millatini biladigan qilib tarbiyalanishligi bu juda ham fojia-da. Chunki har bir o'z aytmoqchi, men boshida aytdim, har bir davlatning asosiy resursi bu nimada? Yangi avlodda. Bugungi kunda misol uchun 96-yildan 2009-yilgacha bo'lganlar Z avlod deb qaralar ekan. Z avlod. Mana bu avlod eng nimalik, imkoniyatlari keng bo'lgan avlod. Nimaga desangiz, yoshligida misol bolalarni ham, yosh bolalarni ham ko'rsangiz, bemalol o'yin o'ynab PUBG'ni misol uchun 3-4 yoshli bolani qarasangiz, hozirdan PUBG o'ynaydigan bolalar bor-da, ya'ni shu darajada, ya'ni siz bilan biz o'rganishligimiz qiyin u narsalarni, bular tez o'rganadi buni. Chunki bular mana shu nimada ulg'ayyapti, mana shu texnologiya ostida ulg'ayyapti. Va bu avlodning eng katta zaif taraflaridan bittasi nima? Ular o'zlariga qahramon deb bilgan insonlarning orqasidan quvadi. Va bugun o'rtaga video tashladim, ko'rgan bo'lsanglar kerak. Hali bir bola bor, bloger. Nimadan piyoda yurib kelib, o'zi yolg'on kontentlar qilib keldi-ku, hali do'st tartib chiqadigan. Ana shuni maktabga olib keldi, yosh bolalarni oldiga. Mana katta bloger keldi deb. Nima degani endi? Maktabga olib kelib, nimani o'rnak qilasan u bolaga? Nima? O'sha o'rnakmi u bola?
u bola misol uchun olib qarasangiz na dinni qo'ying misol uchun dunyoviy jihatdan bir Alloh hali na maktabda na boshqa joyda bir yoki bir jamiyatda o'zini o'rnini topgan bolalar emasda. O'rnak bo'ladigan odam emasda. Lekin bugungi kunda qarasangiz O'zbekistonda ko'p shunaqalar. O'tgan safar haligi o'ynaydigan, stream qiladigan olib kelishgan yig'layapti. O'sha olib ko'rdingizmi? Subhanalloh, ajibda. Misol uchun qarang, O'zbekistonda bugun juda ham ko'p saviyali insonlar bor. Juda ham ko'p diniy, dunyoviy jihatdan yetuk darajadagi insonlar borda. Yosh avlodlarga nimani o'rnak qilyapti maktabdan turib. Ya'ni bu fojia bu. Bu narsaga oddiy, misol uchun oddiy o'g'limni bog'chaga bersam, yaxshi narsa o'rganib keladi, o'shani xursand bo'lasiz-da. Lekin ozgina noto'g'ri joyga qo'shilib qolsa, bir kunda bilinadi yoki 2 kunda sirasi tarbiyasi bilinadi. Yomon gap yodlagan, yomon qiliq yodlagan yoki oddiy nimaga psixologlar chiqib turib bolalarga haligi masha mediat ko'rsatmanglar, to'mijeni ko'rsatmanglar deydi. Nimaga desa, undan bezorlik o'rganadi deyapti. 5 minutlik, 10 minutlik video. Lekin hayotini o'tkazadigan maktablar nimani o'rnak qilyapti yosh bolalarga? Bu fojia bu. Ertaga yangi avlod, hozir bugungi kundagi avlod aksar qismi dinda mana shu bitta libosni biladi-da. Ya'ni men o'zimman, din bu meni libosim. Nima bilaman, tashlayman, yechib kiyaveraman deb o'ylaydi. Lekin dinni bu men qilgan bu din. Men ertaga Alloh taolaga yo'liqaman. Bu amallarimdan so'ralaman. Men chunki bunaqa ish qilishim kerak degan narsa shuning uchun biznikilarda yo'q. Va mana bu narsa jamiyatni buzdi. Odamlar Allohni rozi qilaman deb yoki Alloh Ali Abduvali qora akani mashhur da'vati bor-ku. Odamlar falonchi nima der ekan, deydi, lekin Alloh nima der ekan deb turib ish qilmaydi. Bugungi kundagi misol uchun ko'pchilikda mana shunaqa bir yomon TikToker bo'lib ketishligi, beodob bo'lib ketishligi, alinaqa bir ozgina pranklar qilib, oktagonga chiqaman deb masxarabozlik qilib, o'zini millatini, o'zini obro'sini yer bilan bitta qilib turgan insonlarni qaragan bo'lsangiz, bitta maqsadi, hammasi vatani, bayrog'im, ularga vashti kerak emas u narsa. Birinchi o'rinda pul, palonchiga o'xshab mashina olishlik, palonchiga o'xshab mashhur bo'lishlik, palonchiga o'xshab uy qurishlik. Shunaqa. Ya'ni bu narsa jamiyatda eng falokat darajasiga olib keldi. Allohning dushmanlari shaytondan boshlab, keyin uni, ya'ni shaytonda jin va inslari bor. Ya'ni inson nimasidagi insondan bo'lgan qo'shinlar. Insondan bo'lgan, ya'ni jin shaytonlar borda. Shular, ya'ni asosiy hadafi ham kelajak avlodlarni buzishdi. Kelajak avlodlarni buzsak, ya'ni kelajak bo'lmaydi ularda. Ya'ni ular bir islom uchun tur beradigan bir kelajak bo'lmaydi. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni yoshlarga nima qilinyapti? Ya'ni hozir bilsanglar, psixolog boshqa narsalar chiqib, ya'ni yoshlarni nimasini beringlar, ya'ni halinaqa nima deydi? Hududlarini, ya'ni kontrol qilib yormanglar, boshqa qilib yormanglar, ya'ni unaqa qilsa bo'lmaydi deb hamma yo'lda ochib berishyapti-da. Hamma yo'lda ochib berishyapti. Shunga hozir o'zi ota-ona bo'lgan avlod ham, bizni yoshdagi, bizdan ozgina katta ham hamma yo'lda shu internetdan oladi-da. Hamma hayoti shu butunlay internetga bog'liq. Unaqa narsalarni olgandan keyin bolasiga hamma yo'lda qo'yib beryapti. Hamma yo'lda qo'yib beryapti. Ya'ni xohlaganingni qil deb qo'yib beryapti. Shundan keyin endi oqibatini ko'ryapmiz. Nima bo'layotganini. Ko'zim tushdi bir videoga Yangi yil haqida. Bitta millati adashmasam chechen edi. Qanaqadir O'rta Osiyo davlatlaridami, qayerdadir yurib turib, mana bu deyapti, musulmonlarda archasi deyapti. Endi ruschalab aytyapti, musulmonskiy yo'lka deyapti-da. Keyin aytyaptiki, hech oyilib qo'yishibdimi o'shanga degan bo'lsa keyin. Hech ko'rganmisizlar deyapti. Qurbon hayitda deyapti, bitta qo'y so'ygan xristianda yo buddistda yoki boshqa din vakilini deyapti. Yo hayit bayramida bir bayram qilgan boshqa din vakillarini ko'rganmisizlar deyapti. Ya'ni juda bir achinarli holatda haqiqatda ko'rganmizmi? Ko'pchiligimiz Yevropa davlatlarida, Rossiyada bo'lganmiz, bironta din vakili musulmonlarning bayramini bayram qilganini ko'rmaganmiz. Ular baroat ko'proqda. Shunda bizni musulmonlar nimaga shu narsani tushunib yetmaydi deysizda? Ya'ni bir achinarli holatda shu archa bayramlarni qilib olib, qil oddiy shu O'rta Osiyoda mana shu hayitda adashmasam, bitta mahalla erkaklari haqiqiy bir bayramona kayfiyat bo'lsin deb hayitdan bir kun avval polni mahallaga shahar gullar ilib chiqishgan. Ertalab kelib organ xodimlari olib ketgan haligilar.
Subhanalloh. Nimaga musulmon o'zini bir shuurini, o'zini bayramona kayfiyatini his qila olmasinmi? Ya'ni motam qilib, do'ppini kiyib, qabr tozalab o'tib ketsinmi o'sha kuni? Shunaqa. Nimaga o'sha bayram shuurini faqatgina shu yangi yilda his qilish kerak islom ummati? Ya'ni bu juda bir haligi nima deydi? Haligi nima borku, bosh anaqa bo'lib qoladi deydi-yu. Ya'ni umuman tushunmaydi, bir-biriga tushmaydi. Aniq ko'rinib turibdiki, islomiy har qanday narsaga yo'llar to'siq, fahsh munkarga yo'l ochiq. Shunaqaki, bilsangiz, bizda jumalarga ham nechidir yoshdan pastroq borish mumkin emas-da. Shunday. Masalan, yonimizdagi Tojikistonda jumaga borish umuman mumkin emasmi? Shunaqa ekan. Shunaqa gap eshitdim. Ya'ni juma o'tkazish mumkin emas yoki faqat qariyalarmi borsa bo'lar ekan. Ya'ni shunaqa darajada qolib ketgan SSR tuzumidan nimalar bor-da hali ham. Hali ham shu narsalar bor, ya'ni subhanalloh juda ham nima qilishyapti. Internetdan topmoqchi bo'ldim, topolmadim. O'tgan hayitda o'sayotgan narsa hayit muborak deb yozishgan, Marg'ilondanmi, boshqa joylarda yozishgan. Kelib, sirasi ichki ishlar xodimi kelib, haligi mahallaga yozgan, shartlar nimalar, hayit muborak deb yechib ketgan. Subhanalloh deysiz-da, ya'ni bu qaysi yo'lga qarab ketilyapti? Va o'zi biz kimmiz o'zi degan narsa ham insonlarda menimcha paydo bo'lib qolyapti-da. Bolalaring masjidga qo'yilmasa, hayit muborak deb yoza olmasang, va o'zi aytgan, o'zingni da'vatching, o'zing shu ichki ishlar yozib bergan narsani olib chiqib da'vat qilgan insonni video olgan, yo audio zapisini olib turib yozib olib jo'natgan va bu tekshirilmagan material, tasdiqlanmagan material bo'lganligi uchun qamaldi bola yoki jazolandi-da xullas. Ya'ni bu subhanalloh din ochiqdan ochiq bu xalqni ya'ni nima deydi, islomiy bo'lmasligi yoki dinsizlashtirishlik siyosati. Bu ochiqdan ochiq bu narsani aytishlik kerak. Endi bir narsaga ham qarashlik kerak. O'zi Allohni tanimagan rahbar xalqni qanday tushunsin endi kelib. Hali aytadi-ku, arablarda shunday bir maqol bor. Yahyo Turkistoniy nimasida aytadi. An-nasu muluku sulukuhum. Shunaqa bir maqol bor. Ya'ni odamlar sultonlarini yo'lida bo'ladilar degan. Misol uchun Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh davrida odamlar bir-biri bilan sen bugun necha rakat tahajjud o'qiding, necha rakat nima qilding, qancha ihson qilding deb gaplashardi. Palonchi davrida deydi, nechta xotining bor, nechta uylanding, nechta moling bor deb gaplashishlikda nima qilgan edi deydi-da. Endi bugungi kundagi rahbariyat o'zi dinsiz bo'lsa, ya'ni dinsizligi o'zini musulmonman deb chiqib gapirishligi tabiiy. Bu yerda men chiqib kofirman demaydi. O'zbekistonda bir kunda menimcha xalq qo'ymasa kerak. Lekin chiqib turib, na o'zini dinidan aytib o'tganman, na chiqib xalqini oldida turib 2 rakat namoz o'qib bera olmaydigan odamlarda, yoki bitta surani oxirigacha bir yaxshi qilib xatosiz o'qib bera olmaydigan odamlar bugun rahbar bo'lgandan keyin xalqni ham o'zini yo'liga boshlaydi. Shunaqa. Va agarchi men ishonaman, chiqib turib imomlar barbarakaga, birodarlar yoki xalqimiz, bizda 2 ta bayram bor xolos. Bizda 2 ta bayram bor xolos. Idul Adha va Idul Fitr. Bu Alloh taolo bizga mana shuni bayram qilib bergan. Va yana ikkinchi narsa, birodarlar, yosh bolalar masjidga kelishligi joiz. Biz musulmonlarmiz va bizda mana bunaqa narsa harom, mana bu narsa joiz deb ochiq aytsin, xalq ergashadi. Shunaqa. Hattoki rahbariyat qarshi chiqsa ham xalq ergashadi. Men bilaman shu narsani. Lekin asosan bo'lgan muammo nimada? O'sha boltani sopib o'zimizdan degandek imomlar o'sha ahvol. Oddiy chiqib turib misol uchun bitta odam chiqib turib yangi yilni nishonlash joiz emas desa, nechinchisiz desa 95 man desa, siz nimaga debdi, bo'lmasa unaqa deyapsiz. Nima aloqasi bor bir bayramni nishonlashlik bilan u yilini melodiy yilda aytishlik nima aloqasi bor u narsani? Yoki hijriy yilda aytish nima aloqasi bor u narsani? Umuman bir-biridan uzoq bo'lgan narsalar. Ya'ni maqsad bu yerda haqmi yo maqsad kimnidir mot qilishligimi? Mot qilishlik bo'lsa, bitta xristian kelib turib bitta musulmonni ham mot qilib qo'yishligi mumkin. Bitta ateist kelib turib bitta musulmonni ham mot qilib qo'yishligi mumkin. Lekin maqsad haq emas-da bu yerda. Bular barbarakaga chiqib xalqni to'g'ri yo'lga boshlamas ekan, bu imomlar hammasi ham emas. Aksari bor, yaxshi. Juda ham haligi bir nimalari bilan, da'vatlari bilan nima deydi, xalqni zalolatdan haligi nima deydi, ushab turgan insonlar. Lekin aksarlari unday emas-da. Endi u haqda ayta olmaydigan imomlarni ham
haligi inkubatorga o'xshab o'zlarini nimasidan chiqqanda endi iloji ham yo'qda o'sha tarbiyani olgan ular. Ya'ni qo'pol qilib aytsak shunday. Lekin bizni mana bu podkastimizni ko'rib bizni O'rta Osiyo islom ummati bir umidsizlikka ham tushib qolmasin deyman. Chunki alhamdulillah bu oyni etak bilan to'sib bo'lmaydi degan kabi bular ming makr qilgani bilan Robbil alamin o'zini dinini oliy qiladi. Yoshlarimiz dinni tushunayotgan o'zi boya ustozimiz Abduvali qorini eslab o'tdingiz. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. U kishini o'sha YouTube'ga ham g'ariblar Abduvali qori g'ariblar desa bir qisqa darsi bor. Qanday inson g'arib desa o'sha fahshga botgan jamiyat ichida qanday qilsam Robbim rozi qilar ekanman deb amal qiladigan insonlar g'ariblar deb bu yerda ko'p misollarini keltiradi. Demoqchimanki, inshaalloh o'tgangi podkastlarimizda ham aytib o'tdik. Inshaalloh Allohdan umid qilamiz bu asr islom asri. Bular ming etagi bilan oyni yopishga harakat qilsin, baribir oy ko'rinib turadi. Bu islom nuri inshaalloh g'alaba qiladi. Allohdan shu narsani umid qilamiz. Faqat biz mana shu buyuk ne'matga bizni millatimiz ham erishib qolishligini Allohdan so'raymiz. Ya'ni bu narsa albatta g'alaba qiladi. Va shu bilan birgalikda eslatib o'tamanki, mana shu tashqarida juda ham ko'p ustozlarimiz bor. Jon kuydirib islom ummatiga haqni yetkazyapti. Bu kishilardan Alloh rozi bo'lsin. Ism ayta olmayman, endi juda ham ko'p. Kimdir yozma ravishda, kimdir jonini tikib videolar qilib chiqyapti. Biz bu yerda turib xotirjamlikda gapiryapmiz, tashqarida turib xizmat qilishlik, zolimga haqni aytib va zolim u tufayli shahid qilsa, shahidlarni olisa Hamza roziyallohu anhu bilan birga bo'ladi degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni u kishilar mana shu narsani bo'yniga olib turib chiqyapti. Bu kishilardan Alloh rozi bo'lsin va iltimos qilib qolardimki, kim shunday bir islomiy motivdagi video qilayotganlar islom ummatini ozgina bo'lsa ham uyg'otishga harakat qilsin. O'tganda birodarimiz gruppada aytdi-yu, bizni qilayotgan ishimiz birodarlar katta ish. Chunki bu mavzularni olib chiqayotgan odamlar juda ham oz. Xuddi bir qop-qora qog'ozda bir ozgina bir nur doqqa o'xshab turadi-da. Ya'ni bu mavzularni bo'lib ham bu islom ummatiga yetkazishlik katta bir mas'uliyat va tashqarida yetkazayotgan birodarlarimizdan ham yana bir bor aytaman, Alloh o'zi rozi bo'lsin. Inshaalloh, ya'ni doim qiyinchiliklardan keyin osonchilik keladi, yengilchilik keladi. Shunga innamal usri yusra degan Alloh taolo. Ya'ni shunga inshaalloh keyin zulmatda eng shu qahshatli zulmatdan keyin yorug'lik keladi. Shunga umidsizlikka tushmasdan, ya'ni harakat qilish kerak hamma. Birinchida ya'ni o'zini isloh qilib hamma sekin-sekin yonidagilarini, yaqinlarini isloh qilish kerak. Islohotlar qo'yib qo'ymash kerak, ya'ni zalolatga ketishiga qarab turmash kerak odam. Inshaalloh. Bitta narsaga ajablanaman-da. Misol o'zingizlarga savol men bu narsaga. Nimaga mana shu mustaqillik bayramida yoki mana shunaqa yangi yil bayramlarida chiqib turib xalq o'zi menimcha hammasi o'zbek bo'lsa kerak. Ular chiqib turib ruscha murojaat qiladi, bilasizmi? Bizdami? Ha, xalqni ruscha tabriklaydi. Putin ko'rish kerak. Nimaga? Shu nimadan deb o'ylaysiz mana shu narsani? Bu bosqinchilar ta'siridan. Masalan, endi ochiq aytish kerak, mana 10 yildan beri muborak Shom diyorida yashar ekanmiz. Arablarda ham ba'zi ko'ramiz, haylasa bay deydi-da. Keyin so'radimda, nimaga unaqa? Keyin o'ylab qarasam 1921-yillari Fransiya bu yerda bosib olgan, bizni diyorlarda, O'rta Osiyolarda Rossiya bosib olgan. Baribir bosqinchi davlat mustamlaka qilgan nimasiga, davlatiga, ya'ni ta'siri o'tar ekan. Alloh alam shu bo'lsa kerak. Ya, lekin u bay desangiz bu klichka gap bo'lib qolganda, masalan uchun davay degandaqa yoki nima degandaqada, lekin butun bitta nimani jumlani xalqni tarbiyalash uchun ruscha gapirish qilishadimi? Bizda ruschada tabrik. Ya'ni yangi yil tabrigimi? Shunday. Mustaqillik ham yangi yil. Hisobot nima topshirar ekanda, ya'ni bu narsalar subhanalloh deymanda. Bu ya'ni yana bitta narsa. Nima uchun ruslar bizni bosib olganligini SSRda biz bosqinchi deymiz-ku, lekin ular bizni diyorlarda bosib olgan paytda o'lgan askarlariga maqbara qilgan joy hozirgacha ta'mirlashib qo'yib turibdi deb o'ylaysizlar masalan. Ya'ni ba'zi narsalarda savolni o'zi ichida javobi bo'ladi. Ya'ni bu narsani aytishimdan murod ba'zida o'tirib turib xoinlar, senlarga bo'ptimi, tashqarida turib gapirishlik boshqa deb nima qilishlik mumkin-da. Endi ichkarida turib gapirsak
imkon bo'lmasa qayerda turib bo'lsa ham haqqini yetkazishlikka harakat qilyapmiz. Avvalo biz ham men misol uchun men o'zim shaxsan shunday da'vodamanki, men palonchini ag'darishlik kerak, palonchini o'ldirish kerak, so'yish kerak emas. Istoqqa o'zingni, misol uchun. Xalqingni qayerga qarab olib ketyapsan? Sen bo'yningdagi omonat. Misol uchun men ham hozirgi kunda akam, ukam, uni bolalari, farzandlari, qarindosh urug'im o'sha yerda ulg'ayapti-da. Misol uchun meni bolam tasavvur qiling, bolangiz boryapti-da maktabga. Yoshlik, maktab ta'lim o'zi asos chiqqan. Yoshlikdagi ta'lim dindan uzoq. 6-sinf, 5-sinf har joyimda gapiraman-da. Endi o'zim ko'p tarix o'qisam, tarix o'qigansiz. O'zi boshlangan odam boshda keltiriladi. Odamni yaratilishligi nima haqida diniy tushunchalar ham bor, ilmiy tushunchalar ham bor, lekin biz bu yerda ilmiy tushunchaga yondashamiz. Ya'ni diniy tushuncha bu hayoliy tushuncha, ilmiy tadqiqot, faktga asoslangan narsa bu nima? Odam maymundan tarqagan narsa deb turib ulg'aytiradi. Va yoshligidan Alloh taolo bitta mana shu 1-sinfdan 6-sinfgacha bitta Alloh kalimasini eshitmaysiz. Agar shu odobnomada assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb salom berasan degan narsa kelmagan bo'lsa, Alloh degan gapni eshitmaysiz, lekin 6-sinfdan Misr ko'p xudoligi, Yunon ko'p xudoligi, Rim ko'p xudoligi, endi Anubis, Zevis, Fasidon, o'sha mana shunaqa diniy nimalarni, misol uchun aytib o'tganimiz ko'p xudoliklarni, mushriklarni, xudolarini tanib o'sgan odam bola. Va shu bilan birgalikda plus masjidga borish mumkin emas. Da'vat etishi o'sha masjidda imomini da'vat bo'lsa ham etishi mumkin emas. Va ota-onasi ham endi SSR davrida misol uchun ulg'ayishgan, shunaqa kommunizm davrida ulg'ayishgan, keyin Islom Karimov paytidagi zulm paytida misol oddiy namoz o'qimagan odamlar namoz o'qi deb olib kirib tiqib tashlagan paytlarda o'sgan insonlar, ya'ni diniy tushunchasi yo'q bo'lgan odamlardan ular ham dinni tushunmaydi. Endi mana shu holatda misol uchun mana shu holatda o'sgan avlod ertaga Allohni tanib o'sadi u avlod. Shunaqa. Uni olib haligi nima deydi, o'tirib olib juda qiyin-da bu avlodni o'stirish. Ya'ni nima deydi, islomiy yoki sen musulmonsan, sen bunaqasan deyishlik. Chunki buni tasavvur qiling, 6 yoshdan bitirgungacha hisoblasangiz 12 yil, misol uchun 12 bo'lsa, 6 yil davomida yana bu yog'iga o'qisa, misol uchun qarang, 6 yosh, 12 yosh, 13, 14 yoshgacha bola mana shunaqa tushunchada o'sadi. Mana shunaqa panyatkada. Ateizm, ya'ni bunday qilayotganda xudosizlik fanida katta bo'ladi. Xudosizlik tarbiyasini oladi. Aytib o'tganimizdek, na masjiddan eshita oladi, na ota-onasidan eshita oladi. Amakisinikiga boradi, ammasinikiga borib o'qiyman desa, bu jinoyat, olib kirib tiqadi. Shunaqa. Ya'ni bu sistemalashtirilganda bu. Ya'ni va chiqsa Toshkentda buni vatanini bosib olgan, ota-bobolarini qirgan askarlarni nimasi turibdi? Maqbarasi turibdi. Va prezident chiqib turib, bu yerda ruscha murojaat qilyapti. Xalqiga bayramlarda ruscha tabriklaydi. Ba'zida endi o'zbekcha qo'shib qo'ymasa. Ya'ni bu narsa ochiq oydin bir inson tafakkur qilsa yetib boradigan javoblar borda. Ya'ni buni falonchi qilib aytishlik o'zi kerak emas. Shart emas ya'ni. Shunga iloji boricha islomiy kontent ko'paytirilishi kerak-da. Chunki hammada internet bor. Shu tarbiyani uyda ololmasa, maktabda ololmasa, masjidda ololmasa, internetda va vaqtga ketkazadi. Shunga iloji boricha hamma nimaga, ya'ni biz o'zimizga ham bir-birimizga ham aytib shu nasihat qilib nima qilamiz, keyin boshqalarga ham har bir odam, ya'ni bitta oyatda bo'lsa ham 2 yil degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni qo'ldan kelgancha video yozasizmi, rasm qilasizmi, bir yozib yuborib qo'yasizmi, oilaviy grup chatingizga yuborib qo'yasizmi, ya'ni bir nima qilib bo'lsa ham xizmat qilish kerak bu dinga, ya'ni da'vatni davom ettirish kerak, tarqatish kerak. Bugungi kunda o'tganda bir tashqarida ustozlarimiz gapini eshitdim. Oddiy maxfiy holatda qoling, da'vatlarni tarqating. Hozir eng arzon telefon bo'lyapti. $50, $100 ga bitta telefon berib, alohida faqat da'vat uchun qilib qo'ying. Hech bo'lmasa shu nima deydi, diningizga shu bilan xizmat qiling. Ya'ni oz bo'lgan chog'da ham. Va yana hozir birodarimiz aytib o'tgan narsadan bir xulosa o'laroq aytamanki, bular shu o'zlari tuzgan demokratiyasiga ham amal qilmaydi-da. Nimaga? Bizi xalqlar musulmonmi? Bular kim xalq masalan aksari nimaga ovoz bersa, shuni qilish kerak. Bizi xalqlar 90-95% musulmonmi? Islom bilan yashashga qo'yib ber. Ya'ni o'zingni tuzgan narsangga amal qil, xatyapti. Yani bunga ham qo'ymaydi-da. Ochiqdan ochiq bu demokratiyasi ham o'zi islomni ziddiga tuzilgan tuzum. Bir da'vatchini bir kimligi aniq esimda yo'q, shuning uchun ismini ayta olmayapman.
muhim bir chiroyli gapi borda. Nimaga rus deydi, chechenlarga qo'yib berdi deyapti. Endi bu yerda qaysidir millat zo'r, qaysidir nimadan Iroqmiz albatta. Ularga soqol qo'yadi, namozni o'qishami yo'qlar, lekin rus topdan chiqib yashab yuraveradi deyapti. Nimaga biz deydi millatlarga yoki biz Markaziy Osiyo davlatlariga bunaqa imkoniyatni ham bermaydi desangiz, chunki biznikilar bitta soqol bilan уже nima bo'lib qolmaydi-da. Nima deydi? Bitta soqol bilanlar bo'ldi, mana shuni berdi deb yurmaydigan xalq emas. Biznikilar bittasini oldimi, bu oxirgacha talab qiladi. Shuning uchun ham bizda umuman imkon bermaydi. Hozir misol uchun qarang, bitta o'zbek o'tganda nima hali bitta UFC chempioni nimasini qo'ygandim-da, ringga kirib ketib turgan, tepasiga yozib qo'yganman endi hali. O'zbeklar agar qayerdagi jihod boshlansa deb. Biznikilar ozgina tushunib qolsa bo'ldi, men borib jihod qilaman degan narsaga nima qiladi-da. Endi bizning xalqlar ertaga mana shuni tushuncham bilan oziqlanadigan bo'lsa, bu nafaqat o'zini ichidagi xoinlardir, u tashqarini ham qo'ymaydi. Chunki islom shunaqa quvvatki, buni qarshisi hech kim tura olmaydi. Bu g'oya qarshisi hech kim tura olmaydi. Mana Sulaymon Qonuniy Fransiyadagi o'sha fahshga botgan teatrni to'xtatishlik uchun bitta maktub yuborgan. Fransiya Usmonlikning qo'lida emas. U o'zini davlatidan tashqarida Yevropani islohotga kirishyapti. Sen bunaqa qilyapsan ekan, buni to'xtat. Ba'zi manbalarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masala qilgan deydi. Muhimi bitta maktub yuborgan, shuni to'xtatib qo'ygan. Uni tarbiyalagan bu darajaga yetkazgan ota kim bo'lgan? Yetkazgan ota o'sha Yovuz Salim. Yovuz Salim. Kecha o'qib oldim. Subhanalloh, ajibda. Yoshligidan Sulton Sulaymon chiroyli kiyinib yurar ekan-da, chiroyli kiyinib, haligi rosa o'ziga oro berib, nima qilib yurar ekan, ya'ni yoshligidan. Keyin bir kun dadasi chaqiribdi. Sulton Sulaymon bu yoqqa kelgin, o'g'lim deb chaqirgandan keyin, qarab, o'g'il bola ham shunaqa bo'ladimi degan ekan. Ayangga kiyadigan kiyim qoldirmabsan-ku degan ekan. Ya'ni o'g'il bola dunyoga berilgan bo'lmaydi. Dini bilan ulg'ayadi, dini bilan ziynatlanadi degan ma'no borda buni ortida. Ayangga kiyadigan kiyim qoldirmabsan-ku deganda. Ya'ni bugungi kundagi avlodlar qanday tarbiyalanyapti, oldingilari qanday tarbiyalangan? Va o'sha Sayfiddin Qutus bugungi kunda ana bitta bloger tarbiyasiz yolg'onchi bir misol uchun-da, blogerni olib chiqib yosh bolalarga o'rnak qilgandan ko'ra o'sha seni Jaloliddin Manguberdi degan bir boboyim bo'lgan, bilasanmi? Amir Temur degan bir boboyim bo'lgan, bu jihod qilgan bu insonlar. Yaqin tarixda aytaymi? Bosmachilar degan. Ibrohimbekda Sher Muhammadbekda Madaminbekda chiqib gapir. O'shalarda o'rnak qilinadi inson. Endi u bolalar nima bo'ladi ertaga Jaloliddin bo'laman demaydi ular, mashinga o'xshagan sho'ro bo'laman deydi. Shu yerda birodar boyagi nimangizga ozgina izoh berib o'tib ketay. Sulton Sulaymon to'g'risida har xil fahsh kinolar o'ynashganda. Endi u aktyorlarni seriallar o'zini nimasi? Aktyorlar o'zini obro'si uchun, o'zini filmi yaxshi ketishligi uchun, lekin aslida ular solih, haqiqiy mujohid kishilar bo'lgan. Yani tarixga tuhmat bo'lgan bu filmlar. Prosta shunga bir izoh berib o'tib ketay dedim. Ya'ni bu bizni bugungi kundagi qahramonlarimizni shunday yo'l bilan qora ko'rsatishlik. Yevropani yarmini olgan odam, ya'ni uncha vaqt saroyda o'tkazgan vaqti bo'lmagan bo'lsa kerak. Alloh. Daraxtlarni shu darajada bog'ida chumoli ko'payib ketgan, chumolilarga yo'q qilishlik uchun, ya'ni daraxtlarga zarar yetkazmaslik uchun oqlashlikka buyurgan. Va ana shu paytda chumollar o'lar ekan deb turib, o'sha paytdagi Shayx al-Islomdan fatvo so'raydi. Shunaqa qilsam bo'ladimi? Chumollar. O'sha narsa tarixda kelganda, ya'ni uni nimalarda omonat vafot qilgandan keyin omonat kitoblaridan kelganda, ya'ni omonat qutisini ochganda o'shandagi fatvoni so'ragan va javobi turgan bo'lganda, chumolini o'limini nimasini, ya'ni hasharotlarga zarar yetib qolar ekan, joizmi, nojoizmi degan paytda joiz degan nimani saqlanib qolganda. Va u insonlar ya'ni shunday tarbiyalangan, hattoki vafot paytida vafotini bilib turib, zaif bo'lib qolganini bilib turib, bunga jizya to'laydigan Yevropa davlatlari bosh ko'taradi. Bosh ko'targan paytda ham men tiriklik paytimda senlar bosh ko'tarasan deb turib, o'sha kasal bo'lgan holatida borib turib, Zigdvar degan katta, adashmasam nomi bo'lishi mumkin, adashish mumkin. O'sha yerga katta qal'a bo'ladi. Ana shu qal'aga borib turib, o'sha yerda jihad qilishadi. Va oxirgi umrini oxirgi momentida, vaqtida fathdan oldin vafot qilgan bo'ladi. Armiyani ruhiyat tushmasin deb xabar bermagan bo'ladi va qarang umri qayerda o'tyapti bu insonlar. Bu avlodlarni yetishtirib chiqaradigan tarbiya islom tarbiyasi. Bundan boshqa avlod hech qanaqa yetishtirib chiqolmaydi. Keyin uzr oz bitta fikrni kelib qoldi, ya'ni aytmasam esimdan chiqib qoladi. Hali ham aytaman deb esimdan chiqib qoldi. Siz aytdingiz-ku, kofirlar bir yerni egallab olgandan keyin bu millatni qayta, ya'ni bosh ko'tarmas uchun oila ayollarini nima qiladi
ya'ni buzadi. Keyin yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Tilini dedingiz. Shu ham bo'lganda bizda. Shunday. Shu kirilcha qilgan ko'p odam u paytda endi arab nimasida yozilardi. Biz tarixlar, biz hamma yo'q arab nimada yozilgandi. Ko'p yangi avlodlar tarixini bilmagan. Hozirgacha hali tarixni bilmay yurganlar shuncha, to'g'rimi? Kirilchadan Karimov lotinchaga o'tkazdi, umuman uzilib qoldi. O'sha qolmaydi orqani. Bo'ldi, pishdi, ya'ni u avlod ketdi. Lekin qarasangiz, tarixni o'rganishimiz ham kerakda. Tariximiz chunki nimaga u tarixdan bizni uzoqlashtirgan? Chunki biz agar bizni xalq tarixini o'rgansa, u hamma ota-bobasi jihod qilgan ekanda. Shunaqa. Hali bir nomi chiqqan odam bo'lgan odam, ya'ni hammasi jihod qilgan, yo bir nima desa bo'ladi, solih odam bo'lgan, shu dinga xizmat qilganda. Shunday. Bir tarixini bilmagan, kelajagini bilmaydi. Fosiq, boshqa nima yuradigan nima emasda. Shu haqida ham gapiraman dedim, yaxshi esimga kelib qoldi. Mana bu Yevropa bizni musulmon o'lkalarini zaiflashtirishlik uchun birinchi bo'lib ular yaxshi biladi, insonni jismonan zaiflashtirib bo'lmaydi ular. Ularda nima mafkurasini buzishlik kerak degan narsa bor edi. Buni buzishlik uchun ular turli institutlarda, turli haligi nima deydi, tashkilotlarni nima qildi. Ulardan bittasi nima? Sharqshunoslik. Bu eng katta Yevropa istixborotlari mana shu sharqshunos sifatida kirib kelganda. Maqsad nima? Islomdan oldingi tarixni ko'rsatishlik. Xuddi shu nima Misrda ham kelib millionlab pul sarflab kovlashadi, sizlarning asllaring Firavun zamoniga qaytaradi. Ya'ni islomdan oldingi nimani qaytarib, go'yoki islomni unuttirib sakrab o'tib ketadi-da. Hozir mana livanliklar, mana livanlik birodarim bor-ku. 90% hatto musulmonlar ham biz arab emasmiz, biz finiqiyalikmiz deydi. Finikiya degan davlat bo'lgan, finikiylarmiz biz deydi. Bizni davlatlarda ham qarasangiz, misol uchun eski islomdan oldingi nimalar nimaga ko'p zikr qilinadi? Shiroq, To'maris, otashparastlik. Mana shuni bularni eslab, bugun Qirg'izistonda bilsangiz quyoshga sig'inadigan insonlar chiqdi. Qirg'izlarning ichidan ko'rgan bo'lsangiz, bu narsalar sekin-sekinlik bilan nima? Bularni bizni kuchaytirgan narsa islom bo'lganligi uchun buni muqobiliga nima bular nima qilyapti? Biz eski tariximizni eslatib turib, Shiroq degan misol she'rlar yozishgan, muqaddasan qorachiq olovlarda sachragan degan. Muqaddani bilsanglar, kofir odam. Murtad. O'zini payg'ambar deb e'lon qilgan va oxir paytda musulmonlar oxir uni o'ldirgan paytda o'zini qizib turgan tandirga tashlab kuydirib yuborgan o'zini-da. O'zi ham niqobdor, muqaddas degan, niqobdor degan. Nomi ham nima? Hoshim ibn Hakim. Nima? Musulmoncha ismda. Aytmoqchi bo'lgan narsam, bizda mana shunaqa bir eski otashparastlik davridagi nimalarni eslatib, tarixdan ham qaraydigan bo'lsangiz, subhanalloh, Alloh taoloning uchun inson, ya'ni Alloh taoloni qarshisiga oladigan darajadagi inson buni jasur emas, bu ahmoq odam-ku, misol uchun. Qarasangiz, arablar kelib nima qildi, bosqinchilik qildi, ziroat joylarini yo'q qildi, soliqlarni mana shuncha qilib tashlaganda, o'zi musulmon odam, bitta odam musulmon bo'lgandan keyin bo'ldi, hamma soliq bitta zakotni bersa bo'ldi, boshqa soliq olmagan. Kofir jizya to'lagan. U yerga endi soliqlarni tarixga keltirganini ko'rsangiz, odam kirib, bu zamon qaytib qolsa men xohlamayman deydigan darajada qilib tashlaganda. Maqsad nima? Maqsad o'sha. Bizni eski holatimizga, johiliyat davrimizga qaytarishlik, yangi avlod. Va bu yangi avlod o'sha holatga kelsa, xuddi o'sha eski singari. Bu kelsa ham jim, bosib olsa ham jim kelib yashab ketaveradi. Hindiston qanaqa? Hindistonda ham kim bosib olsa yashab ketaveradi. Va Hindistonda ham eski qo'zg'olon deganlarni ko'rsangiz, hammasi musulmonlar bo'lgan. Bilsangiz, inglizlarga qarshi qo'zg'olonda asosiy maqsad nima bo'lgan? Inglizlar safida jang qilgan. Patronda ishlatiladigan qog'oz buni bilsanglar, yalab turib, yopishtirib, qo'yib otiladigan bo'lganda, o'sha cho'chqa yog'idan qilingan degan fitna tarqagandan keyin qo'zg'olon qilingan. Mana tarix kitobda. Ya'ni o'sha hindlar o'zi mushrik hindlar qiziq emas ularga kim kelib boshqaradi. Chunki ularda din yo'q, aqida yo'q, tushuncha yo'q. Lekin bugun bizda ahvol ham shunaqa bo'lib qolyaptiki, bugun hali odam xafa bo'ladi. Biz rus o'rniga Yevropa bosolsa bo'lar ekan. Biz agar deydi, men eslayman, o'qituvchi odam, oliy ma'lumotli odamning gapi. Bizni deydi Germaniya bosib olganda, biz ham deydi hozir deydi Mercedes'lardan BMW Zigulining o'rniga. Rostdan shunaqa tushuncha. Seni kimdir bosib olish shartmi? O'zing rivojlana olmaysan. O'sha narsa nimadan o'sha narsa? Qul nimati? Inson dinini unutgandan keyin shunaqa bo'lib qoladi. Hurlik yo'qotadi. Qarang, hozir bunday ba'zi tasavvur qilaman-da. Dunyoda aksar qismi musulmon, to'g'rimi? Bittada musulmonlar dinini tushirib qolsa-da,
Afrika men dunyoviy hozir bugungi 21-asr aksar insonlar dunyoviy tarozi bilan o'lchaydi-da. Dunyoviy tarozi bilan tushuntirib bermoqchiman-da. Avvalo Allohning fazli va izzatiga erishamiz. Oddiy yer osti boylik. Afrikadan millionlagan tillalar chiqadi. Olmoslar. O'zbekistonda qancha yer osti boyliklari va rus bosib olgan neftlar, mana gaz sotib yotibdi, svet. Musulmonlar umuman ya'ni izzatga chiqadi-da. Bir tasavvur qilib ko'rsin, qanaqa ota-bobomiz tarixda izzat bilan din dushmanlaridan jizya olib yashashgan. Ya'ni mana shu izzatga chiqishlik uchun nimaga harakat qilmaymiz? Qachongacha Rossiya bozori yopildi, endi qayerga borib ishlaymiz deb o'ylanib yuramiz. Yani qachon bir izzatga chiqamiz. Haligilar ko'rdingizmi? Endi hindlar keladi, endi siqilyapti-da, kundosh kelganda-da go'yo, subhanalloh. Ruslarga aytyapti, endi senlar qardimizga yetasan. Go'yo hali nima bitta erkak ikkinchi xotin olsa, go'yo hali eriga aytadi-da, mana senga yomon xotin uchradi, endi meni qadrimga yetasan. Ya'ni qachongacha bir qullik fikridan chiqib ketib, qachon bir ruslarni bosib olib boshqaramiz. Ya'ni O'zbek xon qilganda, Amir Temur qilganda. Tataristonda hali ham O'zbek xon degan nimalar bor ekan, masjidlar. Yana bu yerda bir ta'kidlab o'taman, bizning auditoriyamiz o'zbek tili bo'lganligi uchun o'zbeklarga murojaat qilyapmiz. O'zi aslida islom ummati arab, ajam umuman farqi yo'q, illa taqvoda. Ya'ni asl murojaatimiz O'rta Osiyo xalqlari, qozoq, qirg'iz, o'zbek, turkman, ya'ni hammasi bitta millatimiz, islom ummati. Muhimi, qachon biz mana shu ruslarni bosib olib boshqaramiz, ular bizning yurtlarimizga kelib ko'chalarimizni supuradi degan fikrga boramiz. Qachon deydi-yu. Usmonli turklarni qarasangiz, Usmonlilar xilofati davrida Yevropaga jihod endi shu darajada bo'lib qolganki, faqat nima bo'lib qolgan? Joriy uchun bo'lib qolgan. Ya'ni mana shunaqa bo'lganda, kinolarda ham ba'zida nimaku ko'p bular haligi urg'u beradi bu narsaga. Haqiqatan joriy tijorati bo'lgan, boshqa bo'lgan, undan tashqari boshqa asosiy sabablar ham bo'lgan, lekin asosiy narsalar mana shular bo'lganda. Dunyoviy ya'ni. Shunday bo'lgan. Ya'ni o'zi misol uchun endi biz gapiraveramizku, biz qo'rqadigan joyimiz ham yo'q. O'zi musulmon odamni eng katta rizqi bu g'animatdan-da, g'animatdan. Kimgadir qullikni o'ziga misol uchun tasnif qilishlik, ya'ni misol uchun bugun rus hozir bittasiga O'zbekistonga nima joyga boribdi, bittasi Rossiyadan kelib uyimni ishlayapti, uyimni quryapti desa, qo'ysang-chi deydi-da. Nimaga? Bo'ldi, ruslar ishlamaydi, faqat ishlatadi degan g'oya bor bizda. Ya'ni tushuncha kirib bo'lgan. Biz borib faqat o'sha yerga borib ishlaymiz. Bugun bitta o'rtog'imdan so'rayapman, men O'zbekistonda, ya'ni bu yoqqa kelishlik fikrlar sekin boshlanib turgan paytlar, yig'ishtir qumorda deyapman. Ichkilikda yig'ishtir. Harakat qil. Ertaga uylanasan, bola chaqali bo'lasan. Nima qilasan keyin desam, Rossiyaga boraman deyapti. Keyin tamom deyapman. Rossiya bo'lmadi. Nima qilasan desa, taksichilik qilaman deyapti. Tikoni olib sekin. Ya'ni umuman boshqa bo'ldi. G'oya yo'q, tushuncha yo'q. Lekin to'g'ri, jamiyatda aksar hamma ham nima bo'lib ketavermaydi, nima deydi, saviyalik, nimalik bo'lib ketavermaydi. Lekin bugungi kunda aksar xalq tushuncha mana shunaqa. Haligi Bobur Mansurov degan qiziqchi narsasi bor-ku, ana shunga shogird tushaman deb bittasi Qashqadaryodan Surxondaryo piyoda kelyapti-da, rasmini qo'yib olib O'zbekiston bayrog'i ilib olganda, hali yo'lda bitta ayol kishi to'xta deyapti. Bu haqiqatdan ajibda. Bu vatanga nima qildi bu odam deyapti-da, aytdi. Bu masxarabozku bu deyapti. Siz nima uni deyapsiz deyapti-da. Ya'ni saviyani qarang-da. Shu Rossiyaga boraman degan variant ichida Ahmad Boyon bordi, qamalib ketdi. Ya'ni bittasi yaxshiroq o'qi desa o'qituvchisi bitta ko'rsatuvda aytib beryapti. Nima qilaman o'qib, mana uydagilarimiz mancha pul berganda Ahmadboy mana shuncha qilib berdi debdi-da. Ya'ni shu darajada saviya pastlab ketdi, subhanalloh. Shunaqa. Bu narsalar nimaga biz zikr qilyapmiz bu narsalarni? Ya'ni bugun bizga o'sha tashqi davlatlarda ta'siri sabab, bosqini, nima deydi, bosimi sabab ta'limlarimizga katta putur yetdi. Bizning qadriyatlarimizga katta putur yetdi. Bizni bekorchi bo'lgan narsalar bilan ovora qilishdi. Bu bekorchi bo'lgan narsalarimiz ham dinimizdan uzoqlashtirdi. Alloh taolo aytadiki oyatda: "Intansurulloha yansurkum." Agar Allohga yordam bersanglar, men ham sizlarga, Alloh ham sizlarga yordam beradi. Men ham sizlarga yordam beraman. Ya'ni bu degani nima degani? Allohga qanday biz yordam beramiz? Misol uchun men jangdaman, okop kavlayman.
okopga sababini qilib kavladimmi, endi Alloh taolo menga yordam beradi. Men nima uchun kavladim okopga? Allohning diniga sobit qadam bo'lish uchun, chekinib ketmaslik uchun. Va Alloh taolo menga yordam berib, meni asraydi u yerda. Endi bugungi kunda biz ham aytmoqchimizki, intansurullohi yansurkum. Bunaqa bema'ni narsalarni tark qilinglar. Diniylardan bo'lmagan narsalarni tark qilinglar. Bekorchi bo'lgan narsalar bilan hayoti dunyoni gullatib yashnatadigan, oxiratni kuydiradigan narsalar bilan ovora bo'lmanglar. Chunki bu narsa sizni botqoqlikdan botqoqqa tortaveradi. Lekin haligi haloldan topsang bir tiyindan baraka deydi-ku. Shu narsa. Maqsadimiz haligi endi haligi Abdulloh domla bor-ku. Rostdan shuni da'vatlarni hozirgacha endi hamma fikrga qo'shila olmasang ham da'vatlarni eshitasiz. Juda ham chiroyli gapiradi-da. Bolalar, maqsad boy bo'lish emas. Maqsad zo'r mashina minish emas. Maqsad haqiqiy odam, haqiqiy musulmon bo'lishlik. Haqiqiy ertaga Alloh subhanahu va taologa bir ko'ngil xotirjam bir yo'li qoladigan inson bo'lishlik. Va bizning bu podkastlarimizda maqsad ham shu. Ya'ni shuning uchun ham bizda faqat nima deydi, bular chiqib negativ yoki shunaqa bir yomon narsalarni gapiradi deb tushunmaslik kerak. Va maqsadim xolis bo'lib turib, mana shu videoni oxirigacha ko'rmasdan turib, hech qachon bitta izoh yozishlikka shoshilmang. Chunki albatta fikringizni o'zgartiradigan suhbatlarimizda bo'lib o'tgan ba'zi bir faktlar bor, ma'lumotlar bor. Albatta eshitib va kerakli bo'lgan izohni yozsangiz, bu inshaalloh o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bu yerda bizda asosiy maqsad bizni o'zimizni o'zbek zamon bo'lgan xalqimizga ba'zi bir haqiqatlarni yetkazishlik. Ba'zi bir nima deydi, oynada ko'rinmaydi-ku, inson oynaga qaraganda o'zini ko'radi. Xuddi sizlarda bir oyna bo'lgandek ba'zi bir holatlarni gapirib o'tishlikni biz o'zimizga ma'qul ko'rganmiz va shuning uchun ham mana bu podkastni tashkil qilganmiz. Alloh taolo o'zi barchalardan rozi bo'lsin. Aytib o'tganimizdek, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, musulmon odamga mana bu ikki bayramdan boshqa bayram harom qilgan va bugungi mavzumiz ham bularda til bilan aytganda Yangi yil harom ekanligi haqida bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mana bu qilgan podkastimizni dunyo oxiratimizga foydali qilib, butun ummatga mana bu narsadan bir manfaat olishini Allohdan so'rab qolamiz. Va oxirgi bo'lgan voqeani yana qaytarib o'tamiz. Ustozlardan bo'lmish Mubashshir Ahmad domlani qamagandan keyin bu xalqdan bir hech qanday reaksiya bo'lmadi va natijada yana bir birodarimiz Fazliddin Parpiyev akamizni ham bugungi kunda oz ma'lumotlar keldi. O'zbekiston hukumatı olib ketyapti degan. Alloh taolo mana bu zolimlarga kifoya qilsin va qo'lidan qanday yordam qila oladigan insonlar bo'lsa, yordam qilishligini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.